Hammaga salom. Bugun sizlarga Avstraliyaning supermarketidagi narx-navolarni ko'rsataman. Nondan boshlaymiz. Non $2 dan deyarli $9 gacha. Ko'katlar o'rtacha $3.20. Bulg'ori qalampiri kilosi $6.30. Sabzi kilosi $2.50. 1 kilo olmani narxi $3,5–7 orasida. 1 kilo brinza $19,5 dan boshlanadi. Go'shtlarning narxini ekranda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda halol go'shtlar ham bor. 400 gram lurpak saryog'i $9. 2 kilo qatiq narxi $14. 600 ml qaymoq $4,5. 1 litr sut $3.90. Baliq 250 grammi $10. Qatlama xamir $8,5. 2 kilo vanish $36. 1 litr suv $1.60. Haggis tagliklarini 1 korobkasi $39. Barcha o'zingizga kerakli mahsulotlarni olib, o'ziga o'zi xizmat ko'rsatish kassasi orqali to'lovni amalga oshirib chiqib ketaverasiz.